Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, omonmisizlar. Mana bugun Ravshannor jamoasi xudo xolasa Sharsabz tumani Bijinon qishlog'ida, albatta bugun Fayzli xonadonida xizmatda bo'lib turibmiz. Bugun Xudoyog'lovlar xonadonida bir chiroyli tug'ilgan kunda onajonimizni xursand qilib beramiz. Bugun Shahnoza onamizning albatta tug'ilgan kunlariga farzandlari hamda kelinlari nomidan chiroyli qilib tabrik qilib beramiz. Kuzatib borishga to'xtamaysizlar. Sizlardan uzoqlashmaymiz. Eksklyuziv video bo'ladi. Buni ham kutinglar, kuzatinglar, like bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va bu videoni kimga jo'natishni bilasizlar. Onajonni, otajonni xursand qilmoqchi bo'lgan insonlarga mana shu videoni jo'nataverasizlar. Biz yozuv. Davramizga bugungi mana shu yaxshi kunlarni sababchilari bo'lgan onajonlarimizni mehmonlar bilan birgalikda davramizga kutib olamiz. Albatta bugungi mana shu yaxshi kunlarning sohibasi Shahnoza onamizni otajonimiz bilan birgalikda davramizga taklif etamiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Keling, marhamat. Malikalar ham jim tursin, o'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas, o'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar, qirolicha, bu mani onam bo'lar. Assalomu alaykum onajonlarimiz, yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Xush kelibsizlar deymiz albatta, xushvaqt bo'lingizlar. Hamisha hamma vaqt bo'lingizlar. To'lingizlar, to'kilmangizlar, xatolaringizdan hech kam bo'lmaysizlar. Albatta onajonlarimiz baxtimizga doimo sog' omon bo'lib yursin. Bugun mana shunday shukrona kunlarni nishonlab turgan Shahnoza onamizni albatta bugungi ulug' ayyomlari bilan, tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz-da. Chiroyli sovg'alarni qabul qilasiz onajon, marhamat. Nabiralari nomidan marhamat. Tabriklab qo'yamiz onajonimizni, marhamat. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, do'stlarim chekkada tursin, menga o'tarkin Qani sovg'alarni topshirib qo'yamiz mehmonlarimiz. o'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Allohim har birimizni vaqtimizga onajonlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Onajon, sal oldinroq chiqaraylik. Ey yashaysizlar. Yaxshimisizlar, o'zi zo'rmisizlar? Onajon, tabriklaymiz. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu farzandlaringiz baxtiga doim sog' omon bo'ling. Ey yashang. Qabul bo'ling. Ana bu joylarga gullarni topshiramiz. Ey yashang, katta qizlar bo'lsa. Ana endi onajon, bizni albatta siz uchun olib kelgan yana sovg'amiz bor. Mana shu farzandlaringiz nomidan, kelinlaringiz nomidan chiroyli guldastamiz siz uchun bo'ladi. Rossiyadan primoy kelyapti kunlarimiz. Qabul qiling, rossiyskiy gullar. Qarshi chalib qo'ying davra qatnashchilari. Ey yashaysizlar. Onajon, xabaringiz bormi bunaqa tashkil ishlarga? Yo'qmi? Kimlar tashkillashtirgan? Nima deysiz farzandlaringizga? Farzandlarim umri uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, barlarni huzurini ko'rsin, sog'gina bo'lsin hammasi. Ko'zingizga yosh kelyapti onajon, bildirmayapsiz albatta. Bu sevinch, xursandchilik yoshlari. Albatta azizlar, mana shu ota-onalarimiz doim baxtimizga sog' omon bo'lib yursin. Ularni mana shunday yaxshi kunlarida qanchalik xursand qilsak ham albatta oz. Chunki onajonlarimiz bizlarni dunyoga keltirib, voyaga yetkazgunlaricha mana shu kechalari uxlamasdan allalar aytadi. Mana shu bir kun kechasi uxlamay aytgan albatta allasini
bezovta bo'lib aytgan Allohsini biz hech narsa bilan ado qila olmaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, Allohim baxtimizga doim mana shunday onajonlarimiz, otalarimiz sog'-omon bo'lib yursalar. Musofir yurtda ishlab yurgan farzandlaringizni onajon Allohim o'z panohida asrab, ishlariga baraka bersin. Sog' salomatgina sizni bag'ringizga kelishini Allohdan so'raymiz. Siz uchun chiroyli bitta she'rimiz bor. Mana shu farzandlaringiz nomidan albatta o'qib eshittiramiz shuni. So'ra dunyo mendan borim beraman. Faqat bir o'tinchim yerda qolmasin. Ro'zg'or dardi bilan uzoqda bo'lsam, onamni ko'zidan yoshi oqmasin. Yo'qchilik qiynasa sinov kelganda, qiynalganim aslo onam bilmasin. Dushmanlarim kulib tuhmat qilganda, onamni ko'zidan yoshlar oqmasin. Hech kaming to'lmaydi dunyo bir kamsan, ba'zida yaxshi-yu ba'zan yomonsan. Bir yaxshilik qilgin so'rayman sendan, onamni ko'zidan yoshlar oqmasin. Men azobing bo'lsa chidayman mayli, ko'zlarim kulmasin yig'layman mayli. Dunyo yuzing ko'rdim onam tufayli, onamni ko'zidan yoshlar oqmasin. Albatta onajon doimo xursand bo'lib yuring. Bu ko'zlaringizdagi yosh hozirgisi albatta sevinch yoshlari, xursandchilik, sog'inch yoshlari deymiz. Hamma onajonlarimizga nasib qilsa mana shunday yaxshi kunlarda farzandlaridan albatta chiroyli sovg'alarni qabul qilish, farzandlarni ardog'ida bo'lib yurish hamma ota-onamizga doim sog'ib bo'lsin. Onajon yana bir bor umringiz uzoq bo'lsin, yuzlar bilan yuzlashib yuring, otajonimiz bilan qo'shcha qarab yuring. Xudo xohlasa mana shu xonadonimizda doimo to'y tomoshalari bo'lsin deymiz. Xudo xohlasa 100 yosh yubiley to'ylaringiz ham kelishdi tilakdoshimiz. Nabiralaringiz albatta sho'x shaddod ekan, mayli sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Ana endi onajon siz uchun atalgan chiroyli sovg'amiz shirinliklar qurol bo'lgan tort siz uchun bo'ladi. Qarsa chalib boramiz aradagilar. Tabriklaymiz, onajonlar kelinglar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Otajon. Shunday, otajonimizga taklif qilaylik, qani o'zlari? Otajonimiz operator. Musofir farzandlari uchun-da. Yashang, sog' bo'ling. Telefonni olib turaylik qo'lidan. Otajonimiz qo'llarida telefonni olib turaylik. Bitta tarelka, pichoq, velka olib kelaylik. Tabriklab qo'ysinlar birinchi mayli. Yashang. Otajon keling, yoniga keling. Nimaga qochasiz? Yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Doim qo'sha qarab yuring. Endi tarelka bilan pichoq kelguncha onajonimiz bitta tabriklab qo'ying otajon. Marhamat. Mikrofon bilan. Baxtimga sog' bo'lsin, mana nevaralarimni, farzandlarimni boshiga omon bo'lsin. Mana nevaralarini katta qilib, sog' salomat yuraversin. Qo'sha qarab yuraversin. Rahmat. Qarsak yo'qmi davradagilar? Hammani qo'lda telefon, videoga olishni o'g'ri. Yashayinglar. Biz video sizlar uchun chiroyli qilib video montaj qilib beramiz. YouTube'ga kirasizlar, Ravshan Norov kanaliga obuna bo'lsalaringiz, bizning mana shunday chiroyli tug'ilgan kunlarni o'tkazgan videolarimiz bor. Onajon shuning. Cho'g'li bering, onajon shuning sizlar. Birgalikda. Qarsa chalali davradagilar. Tabriklaymiz. 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 Yashayinglar. Menga o'tar kelib qolib, kimning so'zi, kimning so'zi. O'rningiz hech kim. Onajon, endi otajonimizga yedirib qo'ying. Sizni hech alishib qo'ymasam. O'rningiz hech kim. Qarsa chalib qo'ying. Yashayinglar. Doim sog' omon bo'lib yuringlar. Qarang, onajon, otajon sizlarga bir savol bermoqchiman-da. Mana turmush qurganlaringiz necha yil bo'ldi? 7 yil. 37 yil oldin mana shu tort kesish marosimi bo'lmagan to'ylaringizda? Yo'q. Qarang, mana shu bo'lgan shu tort kesish marosimini 37 yilni yana orqaga qaytargan holda farzandlaringiz sizga shu tashkil ishlarini qilib,
farzandlaringizga ming bor rahmat aytib qolamiz. Bu tashkil ishlarni qilgan farzandlaringiz va kelinlaringiz nomidan. Menga shu 3 kundan beri telefon qilib ishonmay boringizlar. Juda ham ana niyat qilgan ekanlar-da. Bu hozirgi bo'layotgan voqea orzu. Masalan, farzandlaringizning orzusi yoki onajonimning orzusi. Onajon orzu bo'lganmi o'zi bir. Masalan, mana videolar chiqib qoldi hozir, mana jannat boshliqqa yozuvlar kelib, tabriklash bo'lyapti-ki, o'shanda sizga ham kelib, masalan, hayolingizga kelgan farzandlarim nomidan shunaqa tabriklar kelsin deb. Bo'lganmi? Hayolingizdan o'tganmi? Filmniki bo'lardi, bulutdan. Bo'lgan, o'sha payt onajoningizniki bo'lgan paytlar. Tabriklab qolamiz. Bu uchun farzandlaringizga ming bor rahmat aytib qolamiz. Bunday farzandlar ko'paysin. Shunday bo'lsa, albatta onajonlarimiz vaqtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Endi mana shu davramizda biz bilan sherik bo'lib turgan mehmonlardan bitta tabrik so'zni eshitib olsak-chi oldin. Mana shu onaxonlarimiz kimlar bo'lasizlar? Bu kishilar, opajonlari, singillari, marhamat. Assalomu alaykum aziz kelgan mehmonlar. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, kelganlaringiz uchun qadamlaringizga hisonlo deyman. Mana shu singlim Shahnozovoy, kuyovimiz Toyirjon, bular pusha qarisin. Baxtli bo'lsin. Mana shu bolalari 3 ta o'g'li, 3 ta qizi Rossiyaga, kan ular pusha qarisin. Baxtli bo'lsin. Mana shu singlim bilan mana shu kuyovimiz oilasi pusha qarisin. Ömrü uzoq bo'lsin. Shularda hammasi bolalarni huzur halovatini ko'rsin. Mana shu xonadonga faqat to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu Rossiyaga yurgan bolalarni ham Xudojon o'z panohida o'z asrasin. O'shalar qo'sha qari, nasib bo'lsa yaxshi to'lib toshib kelib, mana shu yaxshi kunlariga, to'ylariga ishlasin. Ishlab kelgan pullari yaxshi kunlarga, mana Toshkentlardan domla olib nasib bo'lsa huzur halovatini ko'rsin, to'ylar qilsin degan. Mana shu singlimni boshi iloyo amin. Kuyovimni ikkovi qo'sha qari baxtli bo'lsin, baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Topganlari faqat mana shunday kunlari hamisha mana shunday kunlar bo'lsin. Ikkovi sog' salomat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. O'sha bolalarga ming rahmat. Sizlarga ham kelib mana shunday o'qiganlaringiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Sizlar ham qo'sha qarizlar, baxtli bo'linglar. Sizlar ham huzurlaringizni ko'ringlar. Tashakkur aytaman sizlarga. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat onajon, chiroyli tilaklaringiz, yaxshi niyatlaringiz doimo o'ziz bilan hamroh bo'lsin. Siz ham niyat qildingizmi onajon? Niyat qildingizmi? Mana shu gaplarni men ham aytdim. Meni ham nasib bo'lsa shu kunlarga yetkazsin. Allohim mana sizlarni tabriklayman. Mana kelganlaringiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Sizga kelaylik. Ha, shunday bo'lsin, rahmat. Sizlarga katta rahmat. Ona ota-onalaringizga ming rahmat. Amin. Niyatlaringizga yetingizlar, bolalaringizni to'yiga bo'laylik. Bizlarga taklif qilingizlar, biz ham sizlarga taklif qilamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat onajon. Onajonimni tanima, niyat qilgan uchun. Niyat qilgan tort sizga beraylik. Har sezonlarda davladagilar. Ey yashang. Mana shu tortdek shirin bo'lib yuring onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi chiroyli tilaklarni mehmonlardan ham eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar. Mana bugun opajonim Shahnoza opamning tug'ilgan kunlari ekan. Opajonim yuzlarga kiring. Pochcham bilan qo'shsha qaring. Nasib bo'lsa niyatimiz bor. Umralarga borish niyatimiz. Allohim yetkazsin bizlarni shunaqa joylarga. Chaqirsin Allohim. Kelganlar uchun sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, ey yashaysizlar. Endi tort siz uchun ekan. Qo'ldan qo'lga ketyapti bu tort o'zi. Yashaysizlar. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Yana chiroyli tilaklarni eshitib olamiz, marhamat. Mayli. Unda gapirmasangiz endi mana shu o'yinlar bilan, ha? Ey yashang. Hozir bir ashulani ijro qilamiz mana shu davramizga. Otajon, telefonni bering. Ya, mayli mana yaqinlari turibdi mana yoningizda. Yerlaringizga, nevaralaringizga berib qo'ying. Endi hozirgi ashulani mana do'stim aytdi. Kim bilan o'ynatamiz? Otajonimiz bilan birga o'ynatamiz. Bizga negativ yozaverdinglar, qo'shiqni almashtirib, mana bugun Imronjon xullas ishlabdi, o'z ustida ishlabdi-da, mana muzika almashtiribdi. Yangi qo'shiqlar bilan otajonimiz bilan onajonimizni davraga taklif qilamiz, mehmonlar bilan birgalikda. Qani marhamat. Yur aylanib adirga, kelamiz birga. Yoningdan ketdim kelmas, voydod cho'milib olsan atirga. Mast aylading
sarmast aylading mening yurakimga ishqni joylading mast aylading sarmast aylading mening yurakimga ishqni joylading chiroyda sen tengi yo'q endi halovatim yo'q bu nima yurishingda voydod ko'ylagingni yengi yo'q mast aylading sarmast aylading mening yurakimga ishqni joylading mast aylading sarmast aylading mening yurakimga ishqni joylading aylading mening yurakimga ishqni joylading mast aylading sarmast aylading mening yurakimga ishqni joylading qani xorazmchasiga davom etamiz yashang qalin qoshli yor ishva bilan jonim kipriklarida badam nashlar qadar jonim yaldi qalin qoshli yor ishva bilan jonim kipriklarida badam nashlar qadar jonim mehmonlarimizni taklif qilamiz qani mehmonlarimizni yashang sen o'zingdan bugun man dedim ko'rayugim sen o'zingdan bugun tashkil qo'yda sabr qilib tashna qilmay qolaman tashkil qo'yda sabr qilib tashna qilmay qolaman o'tdi bugun chehralarni oching gulgul farzandlar endi zo'r qanot tashvishlar har yoq diyor dünya qo'l ochganingiz duoga savobdir ikki dunyoga qo'l ochganingiz duoga mashaqqatlar o'tdi bugun chehralarni oching gulgul shodiyona kundir bugun chehralarni oching gulgul o'ynang onajon o'ynang yorlamon kunlar uchun o'ynang onalar o'ynang dilam dilam dilame 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 dilama gulam gulame 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 dilam dilam dilame 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 dilama gulam gulame 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 hey yaşlılar böyle olsun ramdi ramdi ramda bak şkoha la 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 serkeyme meşkama şkoha la 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 ramdi ramdi ramda bak şkoha la 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 serkeyme meşkama şkoha la 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 rumogi bastayim şkoha la 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 serkeyme şkoha la 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 dilam dilam dilame 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 dilama gulam gulame gulame gulam dilam dilam dilame 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 dilama gulam gulame 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 yaşkılar olayımızlar kadar gelir bastan şkoha la 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 zulfaytı şastan şkoha la 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 kadar gelir bastan şkoha la 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 zulfaytı şastan şkoha la 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 zulfaytı şastan şkoha la 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 kokula kaş padastan şkoha la 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 dilam dilam
davom etamiz. Qani sho'x o'ynaymiz. Olis manzillarida sog'inch qopdi dillarida, sevgimizning izlari bor, jonim birga yurgan yo'llarida. Har nafas oningdaman, jon desang joningdaman, ne bo'lsa ham sevgilim, hamisha yoningdaman. Lada 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 lada, biz uchrashgan yillar ketdi hammada. Jana o jana, egnida matana, aytib berar edi sirinada. Lada 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 lada, biz uchrashgan yillar ketdi hammada. Jana o jana, egnida matana, o'ynab berar edi lada lada. Harbe hoş geldiniz. Ravshan Nur kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Qani? Instagramda esa surprizda endi podpiska bo'lamiz. Yolg'izim yagonamsan, bittayam birdonamsan. Nimalardan unutmadik ay, o'zimni divonamsan. Jiguli, jiguli, eslatadi sevgimizni jiguli. Qo'shni guli, qizona biz seni mizan guli. Hey! Hamma xonalarimiz, opalarimiz hoş geldiniz. Yasha. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Ota-onalarimiz vaqtimizga sog' salomat bo'lsin. Qani? Yasha. Xursandchilik, yaxshi kunlar, xonadonlaringiz hech qachon tark etmasin. Yuzga kirganlarni, yuz yosh yubiley to'ylarni mana shunday yaqinlar davrasida nishonlab berish nasib qilsin. Hech kim qatordan kam bo'lmasin. Hammani yuzi tabassum, labidan kulgu, hech qachon arimasin degan mehmonlardan bitta gulroz qarsak bo'lsin. Rahmat. Qarsaqchalgan insonlarning xonadonlarida xursandchilik, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Qarsaqchalgan insonlarning qo'llari pachka dollar sanab tagida inomarka mashina bo'lmasa, mana shu do'stimiz Cobalt mashinasidagi Cobalt miniversin. Ey yashay. Qarsaq qani o'zi? Rahmat.
Sog' bo'linglar. Charchamadingizmi? Sizlarga yoqdimi xizmatlarimiz? Xursandmiz sizlar. Onajon keling yonimizga. Yana bir bor taklif qilamiz. Allohim yuzlar bilan yuzlashib yuring. Shu kishi akamiz kimingiz bo'ladi? Jiyaningiz keling aka, bitta tabriklab keting. Keling. Keling marhamat. Bitta tabrik so'zi eshitaylik. Davrani hech kimga bermay o'ynadingiz lekin. Yashang. Xolajonlari ularmi? Xolangiz tabriklang, keling aka. Keling, uyalmang, keling. Keling. Xola ham ona o'rnida onadek bo'ladi. Shuni hech qachon unutmaylik. Albatta, ana shu opa-singillarni ham mehr oqibatiga hech qachon ko'z tegmasin. Doimo sog' omon bo'lsin. Musofir yurtda ishlab yurgan mana shu onajonimizni o'g'illarini ham Allohim doimo o'z panohida asrab, ishlariga baraka bersin. Sog' salomatgina mana shu farzandlar onajonlarni bariga salomatlik tilaydoshimiz. Shu nabira juda sho'x ekan. Endi bola bo'lsa sho'x bo'lsin, dedi shunday bo'lsin. Katta yigitlar bo'lsin, elimizga, xalqimizga foydasi tegadigan, ota-onasini yuzini yorib qiladigan doimo mana shunday zabardast yigit bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Onajonlar bir bor yaxshi kunlar bilan, mana shu shukrona kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Xursandmisiz? Taassurot qanday endi? Farzandlar umri uzoq bo'lsin. Kamida shunaqa tashkil ishdi. Ular kutgan bo'ldim. Rahmat. Farzandlarim hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Illa asrasin, ilk qatorning bolalarini ham asrasin. Qo'sha qarisin, bolalarning huzurini ko'rsin. Kattakon rahmat sizlarga ham kelganlaringiz uchun hurmat qilib. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, onajon. Rahmat onajon, siz doimo duoda bo'lsangiz, farzandlaringiz ishlariga doimo Alloh baraka beradi. Mana shunday sizni yaxshi kunlaringizda sizni doimo xursand qilib yuradi. Yana bir narsani niyat qilamiz. Boya bir opa aytdilar, Xudo xolasa hajlarga boring otajonimiz bilan. Hoji ota, hoji onamlar bo'lganlaringizda ham farzandlaringiz bizga murojaat qilib, mana shu otajonim, onajonim haj safaridan kelyapti, xizmatga kelingizlar desa, biz Yakkabog' shahridan kelib, Yakkabog' tumanidan kelib xizmatda bo'lish bizni jamoamizga nasib qilsin. Albatta eslatib o'tamiz, bizni YouTube tarmog'ida Ravshan Norov kanalida kuzatasizlar. Instagramda esa Surpris'dan kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizani kanalimizda albatta adminlariga murojaat qilsa, telefon nomerlari bor. Murojaat qilsalaringiz, hammani xonadonda mana shunday xursandchilik, yaxshi kunlarda, to'ylarda birgalikda bel bog'lab xizmatda bo'lamiz. Albatta bizlarning xizmatlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina chiroyli qarzi chalib qo'yasizlar. Yuringlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Albatta bizni mana shu ijtimoiy tarmoqdan kuzatayotgan obunachilarimizga ham kattakon rahmat aytamiz. Bir dona like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada fikrlarni yozaverasizlar. Shu negativchilarga ham rahmat, sog' omon bo'lsin. Do'stim nimadir demoqchi? Ham do'stim. Xayrlashmoqchi edim oxiriga. Biz oxiriga yaqinlashib qoldik. Shunday. Xullas, tabriklaymiz onajon, yana bir bor. Xudo xohlasa niyat qilib qolamiz. 100 yoshlaringizga kelib, otajoningiz bilan birgalikda chiroyli to'y qilib beraylik. To'lgan kunimiz to'y qilib beraylik. Albatta xayr demaymiz. Yaxshi kunda mana shunday chiroyli diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Ravshan Norov kanalidan uzoqlashmaymiz.